Assalomu alaykum aziz Diydor kanalining muxlislari. Bizni ko'rib, kuzatib borayotgan aziz muxlislarim, obunachilarim. Hammalaringizga avvalambor yana bir bora assalomu alaykum deyman. Azizlar, meni ko'rib kanalimda kuzatib borayotgan aziz obunachilarim. Qalbingiz daryo, mehringiz ziyo, ko'rganingiz hamcha yaxshi kunlar bo'lsin. Ota-onalarim, aziz mo'tabar munislarim, jigarlar, qalbi quyoshlarim, mehri daryolarim. Hammalaringizga yana bir bora yaxshi niyatlar Allohdan so'rayman azizlar. Menga shunday savol beryaptilar, apa, nimagadir siz video qo'ymay qo'ydingiz, ko'rinmay qoldingiz degan so'zlar bo'lyapti. Hozir ana shu 2 oylardan oshdi. Oldin bir sira video qo'yib to'xtab qoldimda, yana biron oylarda yana o'tib qoldi video qo'yib nima qilishga, harakat qilishga. Juda imkoniyatim bo'lmadi, shaxsiy ishlar sababli. Yana mana bugundan boshlab shu kanalga to'y bor edi, to'ydan keldim, qarindoshlar to'ydan kelsam kanalga kiryapman. Olmalarni apajon qanday saqlaysiz degan mana shu tushuncha bering degan savollar kelib qoldi. Endi hozir shularni ham oldin bitta og'zaki savoliga yozma ravishda jo'natgan edim. Endi sizlarga ekran orqali shuni ozgina tushuncha berib o'tishga harakat qilaman. Azizlar, agar videomni ko'rib, kuzatib borayotgan bo'lsangiz, toki ana shu mehnatlarimni barini mana shu videoga tashlab kelganman. Uzumlarni shunday katta bo'lib, boshi yirik bo'lishlari, ularni dori bilan asrashi, olmalarni ham shunday asrab borishlarini, oldin gulidan oldin, o'sha tugunchalardan oldin gullaridan to'kilib ketmasligi uchun, keyin kattari borib chiroyli endi qo'lingizga, hosilga kirganlarida qurtiydi, bari ana shu olmalar yerga to'kiladi. Shularni oldini olish uchun men ana shu videolarni qo'yib borib, ularni mana shuni dorilab, yaxshilab tayyorlab olishni aytganman. Ana shu videolarimda, mana shu 1 yil oldingi videolarimga hammasini tushuntirganman. Erinmasangiz, masalan, kirib ko'rsangiz, o'sha uzumlarni qanday parvarish qilib, qanday saqlash, olmalarni qanday saqlashlarini aytganman. Shunday bo'lsa ham mayli, men shu muxlislarim kanalga kirib, qidirishib, ozgina bo'lsa imkoniyat bo'lsa javob bering degan ekan, albatta javob beraman. O'sha olmalar shunaqa chiroyli bo'lib, asrashini mana shu kerak bo'lsa, shu olmalarni dorilab, yaxshilab tarbiyalab olganingizdan martgacha bo'lsa ham saqlaysiz. Olmalar mana hozir tirama bo'ldi, tirama deymiz, kuz fasli deymiz, tirama deb aytamiz. Ana shu vaqtda olmalarni uzib bo'lgandan atrofini chuqur qilib kavlab, ularga pasport tashlaysiz. Pasport tashlab, ustidan gung solasiz. Agar gung bo'lmasa ham o'sha mineral oziqa deymiz, mahalliy oziqa deymiz, shularni solasizda, ustini yopib qo'yasiz. Yomg'ir sachin bilan ular erib, o'sha tomiriga chiroyli o'sha dam beradi, ham oziqa bo'ladi. Keyin olmalar gulga kiradi. Gulga kirganda gulga teginmay turasiz. Gulini to'kib, u endi tuguncha qila boshlagandan ana shularga siz bemalol mana shu hasharotlarga qarshi, qurtlarga qarshi mana shu aptikalarda sotadi. O'sha aptikalari mana shu hozir hamma joyda o'sha o'simliklar aptikasi bor, aptikalardan olasizda, ular ham tushuntirib, tayyorlab beradi. Endi ko'pincha men olmaga sepadigan Alfgard deydi. Ana shu Alfgard o'shani ham oldingi videomda tashlaganman. Mana shu videolarni ko'rib borsangiz, orasida boshlar ham o'sha olmalarni ko'rsatib, aytib, o'sha uzumlarni dehqonchilikda baraka bo'lsin deb yozgan nimani bor. Ana shunda ana shu Alfgard degan dorilarni hamda folikurlarni uzumlarga ham urish, olmalarga ham urishlar hammasini ko'rsatib, dorilar bitta aytganman. Men hozir yana shuni qaytadan aytaman, o'sha Alfgard degan doridan tayyorlab sepgandan keyin o'sha olmalar chiroyli hosilga kirib, o'zini holatini yo'qotmaydi azizlar. Olmani ham olib qo'yishda o'zi bo'lmaydi. Hozir mana 1 kilo olmamiz 12, 15, 10 ming bo'lyapti. Agar siz asrasangiz, o'sha o'zi ro'zg'orga asqotadi.
mana so'rabdi ukajonlarim, katta rahmat. Ana shu imkoniyat topib, izlanib o'sha olmalarni qanday saqlashda so'ragan ekan. Men ko'rib boshim osmonga yetdi. 3 kun bo'lgan ekan menga tashlaganiga. To'g'risi o'zimni ana oila muammolarim emas. Qarindoshlar agar tinch bo'lsa, o'zi tinch bo'lasiz. O'zimni opajonim deb sog'ligi uchun ishlarim ko'payib ketib, yuragim hech narsa sig'madi. Allohdan sog'lik so'rab turaman. Har insonga ham, o'zimni jonim opamga ham, oilangiz tinch, yurtingiz tinch bo'lsa, siz tinch bo'lasiz. Shuning uchun aytadi-ku, jigarda diydori yaqin, agar dardi og'ir. Shuning uchun har kim o'z joyida chiroyli yashaydi. Og'aynining huzuri boshqa-yu, azobi bir deydi. Allohdan har qanday bemorga shifo so'rab turaman. Bundan tashqari endi ishlab odam biza ishga boraman. Ishdan mana shu qizlarimizni nasib bo'lsa yana folklorlar yo'qolib ketmasin deb yosh kadr qizlarni tayyorlayapman. Ishim og'irroq. Shularga harakat qilib vaqtim bichib ketadi. Ammo onaxonlarimizni qo'ldan qo'ymay ularni ham tumanlarda aylantirib o'zini mas'uliyatli ishlar bilan o'sha aytgan joyda konsert dasturlarini qo'yib keladi. Oldin ham aytganman, dehqonchilikka ham hech mehnatdan qochmaganman. Ana shu ishlar bilan avvora bo'lib, men mana shu video qo'yishga vaqtim topolmadim. Paxtaga ham chiqib kirib yuribmiz. O'zim paxtani juda yaxshi ko'raman. Paxtaga ham kirib, paxta terib, yordam qilib o'tirolmayman. Paxtani juda yaxshi ko'raman. Paxtani ko'rsangiz hamma narsani unutasiz. Ana shu deb video qo'yolmadim azizlar. Mana bugun o'sha ukamni opajon shunday yordam qilib tushuntirib bering deganlari bo'ldi. Yana qaysidirlari shunday yozib opajon shuni tushunchasini bizga ma'lumotini bering deganlar bo'ldi. Bugun mana ataylab mana hozir jiyanimni to'yidan keldikda men shu video qo'yishga o'zimga ahd qildim. Mana shu olmalarni so'ragan ekan. Olmalarga albatta o'sha eng gullab tuyinga o'tirganda alfgard degan dori bilan, folikor bilan o'shalarni dorilasiz, qaytib ular qurtishmaydi. Yana bundan tashqari o'zlarining bir suyuqlik dorisi bor, hozir oti esimdan chiqdi. O'sha aptekada tayyorlab bera olmalar uchun desangiz, o'shani 10 litr suvga aralash qilib, uni ham sepasiz. Arada 3 kun o'tkarib 3 marta sepasiz. Umuman daraxtdan yerga to'kilmaydi. Chunki o'sha daraxtlarni ham to'kilmaydi, to'ki o'zib, sevatlariga solib, to'g'rilab soladigan vaqtigacha ham o'zishini ham ko'rsatganman, podvalda asradigan joylarini ham ko'rsatganman. Videoga kirib qarab kuzatib boraversizlar, bemalol o'rganasizlar. Chunki o'rgansin, yoshlar o'rgansin, bilsin, bilmaganlar tushunib olsin deb o'zimning mehnatimni sizlarga ko'rsatib berganman. Ana shuni azizlar, juda qiziqqan insonlarimga, tushunadiganlarimga aytmoqchimanki, mehnat hamisha biz uchun bir ne'mat. Dasturxoningizga baraka, rizqingizni butun qiladigan, oldingizdagi meva, ana shu har taomlardan aziz bo'lgan ana shu bir taom ular ham. Agar mehnat qilsangiz, mehnatdagi rohat deydi, bemalol olasiz. Hosilni ham olasiz, huzurni ham ko'rasiz. Ana shu qish kuni o'sha olmalarni men kuz vaqti taxlab, saralab ko'rsatgan olmalarimni qishga borib, mana shu dekabrlarga borib sotadigan bo'lsam, har kilosini o'sha vaqtda 7 dan edi, o'sha 1 yil oldin. 12 dan sotganmiz. Biriga bir bo'lgan. Shu deb ro'zg'oringizni amallaysiz. Bitta to'ycha qildim. To'ychalarni ham mana shu olmalarni ketidan nevara to'ycha bo'ldi. Ana shuni haqiqa qiling degan qilgan vaqtlarimizga bizga katta ko'mak bo'ldi. Shuni puli yordam bo'ldi. Albatta quruq o'tirmaysiz azizlarim. Yaxshi, endi faqatgina bu endi hammaga emas, kimlardir domda o'tiradi, kimlardir yer masalasi og'ir. Albatta yeri keng, o'sha chorvachi, o'sha bog'dorchilik bilan shug'ullangan insonlar bizdan so'rayapti. Mayli o'sha domda o'tirganlarim chiroyli olmalarni olib yesin, ularga ham nasib qilsin. Dehqonchilik bor ekan, dehqonlarimiz bor ekan, hech qachon biz bironta mana shu mevalarni yemasdan ortda qolmaymiz. Albatta o'sha dehqonchilikka baraka deb biz o'sha bo'ladigan chiroyli olmalarni, uzumlarni, o'sha dehqonchiliklarni maqtab iste'mol qilamiz azizlar. Ana shu uchun men bugun sizlarga video qo'yibman. Agar sizlar shuni bilmoqchi bo'lsanglar, 1 yil oldin mana shu o'zimni kanalimga tashlab borganman, uzumlarni parvarish qilishlari, pomidorlarni parvarish qilishlari,
Bundan tashqari mana shu olmalarni saqlashlarini hammasini ko'rsatib borganman. Bemalol ko'rib, o'shani bilib olsangiz bo'ladi. Bittalab tashlab aytganman. Ana shu uchun azizlar, yana sizlarga boqiy umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Mana shu kanalga kirib, bizani kuzatib boradigan azizlarimga yana bir bora boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Ana shu videolarni qo'yishdan oldin o'zim ancha o'ylab ko'rdim. Video qo'yolmadim, kirolmadim, vaqtim bo'lmadi. Doktorlarda bo'lib qoldik. Endi yetalashib, o'sha jigarlar bilan anormal bo'lib qoldik. Hozir Allohdan shifo so'rab, yaxshi niyatlar bilan o'tiribman. Endi bugun majbur bo'ldim video qo'yishga. Hammalaringizga, dehqonchilikka, kishtikorga, kasbikoriga, Allohim moli joniga barokat bersin azizlar. Sog' salomat bo'lib, farzandlarning baxtini, rohatini ko'rish hammaga nasib qilsin. Mana endi tiraman deymiz, ko'z deymiz, shu vaqtda kelyapti, xazonlar yerga tushyapti. Sovuqlar boshlanyapti endi. Hademay birov gazga, birov mana pechkaga olov yoqadi, birov gazda olov yoqadi, birovlar o'ylariga mana shunday issiq nimalar bilan o'tirishga harakat qiladi. Faqat bolalarni shamollatib qo'ymay ehtiyot qilib, ular bilan birgalikda rizq nasib etsin. Allohdan so'rab yaxshi yashashni Alloh hamisha hammamizni nasib eylesin. Yoshi ulug' otaxonlarimiz, onaxonlarimiz charchab qolmasdan ularni ham duolari orqasida biz ketyapmizmi? Unib o'sib, yana shunday vaqtlarni Allohim hammamizga nasib eylesin. Ko'rganimiz to'yxona, murodxona, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Topganlar hamisha o'zlari uchun aziz bo'lsin. Uzoq safarda yurganlarimga aytaman. Ukajonlarim bor, jigarlar bor. Sizda bor, bizda bor. Ana shu jigarlar ham sog' salomatgina farzandlarini baxti kamolini ko'rish nasib qilib, o'ylariga kelib to'ylar ko'rsin. Yaxshi niyatlar bilan yashashni Alloh nasib qilsin. Bola chaqasini bag'riga sog' salomat kelsin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Boshqa yurtlarda qanday yurtlarda bir xil joylarda suv bosti, bir xil joylarda urush bo'lib yotibdi. Allohga yana shukrlar so'raymanki, bizani yurtlarimizga Alloh nazari tushgan bo'lsin, ko'z tegmasin. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Duo qilaylik, ana shu duolarimiz ijobat bo'lsin. Hammalaringizga omonlik, yaxshi kayfiyat tilayman. Endi qo'limdan kelganicha bugun video qilgan bo'lsam, yana keyin videolarda qila boshlayman. Hademay yana o'zimizning konsert programmalarimiz bo'lyapti. Ulardan dasturlardan tashlab boraman. Ko'ngillaringiz hamisha ko'tarilib tursa bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda diydorlashdi. Hammamizga Alloh nasibi ro'za aylasin. Omonlikda ko'rishdi. Hammaga Alloh chiroyli kunlar bilan nasibi ro'za qilsin. Sog' bo'linglar azizlarim, salomat bo'linglar. Bizni mana shunday chiroyli yo'qlab kelgan diydor kanaliga xush kelibsizlar azizlar. Salomatlikda, yaxshi kunlarda yana bemalol mana shu video orqali ko'rishdi. Shu bizga Alloh nasibi ro'za aylasin. Omon bo'linglar.